Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz qadimgi Eron. Mavzu davomida biz quyidagi rejalar bilan asosida o'tamiz. Birinchi rejamiz qadimgi Eronning tabiiy sharoiti, qadimgi Eron tarixiga tegishli manbalar, Eronda ilk davlatchilikning shakllanishi, ya'ni Elam davlati, Midiya davlati va Eronni dunyoga mashhur qilgan, qolaversa jahon tarixidagi birinchi saltanat bo'lgan Ahmoniylar hukmronligi, podsholigi haqida fikrlashamiz. Aslida Eron davlatining joylashgan o'rniga e'tibor beradigan bo'lsak, Eron davlati qadimgi o'sha Dajra va Frot havzasidan Zagros tog' tizmasi ajratib turadi. Shimol tomonda esa Elbrus tizma tog'i Kaspiy dengizining janubiy qirg'og'i bo'ylab o'tadi. Shimoliy g'arbda esa Kapet tog' va Pomir tog'lari Eron bilan O'rta Osiyoni ajratib turadigan tabiiy chegara hisoblanadi. Eron ham dunyo tarixida, dunyo xalqlari tarixida, davlatchilik tarixida alohida bir sivilizatsiya sifatida e'tirof etiladi. Chunki aynan Eronda qadimgi taraqqiyotlardan biri, ya'ni eng qadimgi davlatchilik shakllangan hudud bo'ldi. Bu o'sha biz mana ekranda ko'rsatayotgan Suza hududlarida dastlabki davlatchilik izlari shakllandi. Agar yaxshilab e'tibor bersak, Suzaning g'arbi, janubiy g'arbi hududlarida Mesopotamiya davlatchiliklarini ko'ryapmiz. Mana Ur, Uruk, Nippur, Bobil, Kish, Sippar kabi Mesopotamiya davlatlarini ko'ryapmiz. Suzadagi davlatchilik va umuman madaniy taraqqiyotga Mesopotamiya bilan qo'shni bo'lganligi ham ijobiy ta'sir etganligini e'tiborda tutmoq kerak. Endi olimlar Mesopotamiyada o'tkazgan arxeologik qazishlari, izlanishlari natijasida ko'plab madaniy moddiy yodgorliklarni topishga musharraf bo'lishdi. Xususan Eronda o'sha qadimiy Bexustun shahri atroflarida eng qadimgi odam izlari, manzilgohlari aniqlanib, bu miloddan avvalgi 70-50 ming yil ilgari, ya'ni o'rta paleolit davrida odamlar yashaganligi aniqlandi. Eronning iqlimi ham o'ziga xos bo'lib, bunda yoz issiq, qish sovuqroq, janubda esa qish iliq, yoz ancha issiq hisoblanadi. Endi Eron xuddi biz oldingi mavzularda o'tganimizdek, xuddi Yaqin Sharqdagi Falastin davlatlarida bo'lgani kabi mezolit va neolit davriga oid ko'plab manzilgohlar, arxeologik topilmalar, kulolchilik buyumlari, Suza shahrining ilk qatlamlari yodgorliklari, Eron poytaxti, qadimiy poytaxt shaharlari Suza, Ekbatana, Pasagard xarobalarida ko'plab arxeologik topilmalar aniqlandi. Jumladan o'sha ulug'vor haykallar, qoyatosh relyeflari, qimmatbaho metallardan qilingan buyumlar, riton qadahlar, bular hammasi o'sha qadimgi davrdan bizga darak beradi. Bundan tashqari harbiy qurollar va taqinchoq bezaklar ham topib o'rganilgan. Yevropa olimlari Eron tarixiga juda ko'p qiziqish bildirgan, xususan yevropalik Margo yoki Grishmanlar aynan Mesopotamiyada ko'plab izlanishlarni o'tkazishgan va o'z navbatida Eronshunoslik faniga ham juda katta hissa qo'shdi. Endi Eron davlatchiligiga o'tadigan bo'lsak, biz uni shartli ravishda 3 ta bosqichga bo'lishimiz maqsadga muvofiq. Birinchisi bu Elam davri bosqichi, bu miloddan avvalgi 3000 yillikdan boshlanadigan davlatchilik. Undan keyingi bosqich bu Midiya bosqichi. Mana biz xaritada o'sha qadimgi Suza shahrini ko'rinishini ko'rsatyapmiz. Mana o'sha Elam, Suza, keyinchalik mana bu uning shimolida joylashgan Midiya hududi butun Eron ustidan hukmronlikni qo'lga kiritadi. Bu miloddan avvalgi 9-asrda boshlangan. 9-asrdan toki miloddan avvalgi 6-asrgacha bu hududlarda Midiya davlati boshqaruvi saqlanib qoldi. Midiyadan keyin
miloddan avvalgi 6-asrdan to miloddan avvalgi 4-asrgacha bu yerda Ahmoniylar boshqaruv davrini biz tilga olib o'tishimiz kerak. Endi Midiya hukmdorlari haqida gapirganda, Midiya davlati miloddan avvalgi 3000 yillikda shakllangan bo'lsa-da, ammo bu davlatning eng gullagan davri miloddan avvalgi 1155-1115-yillarda bo'lib o'tdi. Bu demak taxminan yarim asrlar bu davlat gullab yashnadi. Endi yana bir mavzuning qiziq ahamiyatli jihati shundaki, arxeologlar Suza shahrini qazishayotganida Suzadan Bobil shahriga tegishli Hammurapi qonunlarining original nusxasi topiladi. Uzoq vaqt bahs bo'ldi. Nega Bobilda yaratilgan ushbu qonunnoma Eronning Suza shahrida turibdi? Oxir izlanishlar natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, Eron kuchayib ketgandan keyin tabiiyki Bobil hududiga bostirib kiradi va Bobilni bosib olgan Elam podsholari uni demak Bobildan Suzaga olib ketishganligi haqidagi ma'lumot bizga yetib keldi. Demak, o'sha shunday davrlar ham bo'ldiki, Elam davlati kuchayib, qo'shni mamlakatlarni zabt etishgacha bordi. Endi Elam davlatining yana bir boshqaruvdagi o'ziga xos boshqaruv shakli shuki, bu hududda taxt otadan o'g'ilga o'tmasdan, balki akadan ukaga o'tgan. Buni biz tarixda fratriarxat davri deb ataymiz. Endi Midiya davlatining o'ziga xos xususiyati haqida gapiradigan bo'lsak, Midiya davlati miloddan avvalgi 9-asrda shakllandi. Ammo miloddan avvalgi 672-yilgacha u mustaqil davlat bo'la olmadi. Aynan hukmdor Kashtariti davrida Midiya davlati mintaqadagi mustaqil davlat sifatida paydo bo'lib, o'z ta'sirini qo'shni hududlarga nisbatan oshirganligini biz ko'ramiz. Mana bu yerda biz Midiyani ko'rsatyapmiz. Buni atrofida demak shimolida Urartu davlati mavjud. Tabiiyki uning qo'shnisi Bobil davlatlari ham bor edi, chunki shu paytda yangi Bobil podsholigi ham rivojlanayotgan edi. Kashtaritidan keyin hokimiyatga kelgan o'g'li Kiaksar davrida Midiya davlati tom ma'noda yuksaladi, o'zini kuch-qudrat cho'qqisiga yetib, demak Assuriyaga hatto yurish qilishgacha, Ashur shahrini vayron qilishgacha yetib boradi va juda katta behisob boylik va asrlar bilan qaytadi. E'tibor beryapsizki, demak mintaqadagi bir paytlar eng qudratli bo'lgan Assur davlatini ham mag'lub etishga aynan Midiya davlati erishgan. Kiaksardan keyin mamlakat hukmronligi uning merosxo'ri Astiak qo'liga o'tadi. Astiak davrida Bobil va Midiya o'rtasida ittifoq tuziladi va shu vaqtda Astiak hukmronligiga qarshi mahalliy qo'zg'olon ko'tariladi. Bu qo'zg'olonga Kayxusrav II boshchilik qiladi. Biz uni Kir II nomi bilan yaxshi bilamiz. Va aynan ana shu Kayxusrav II davrida mamlakat Midiya davlatidan ajralib chiqib, o'zini mustaqilligini qo'lga kiritadi va Eron hududlarida mustaqil Eron Ahmoniylari davlatini tuzishga erishgan. Kayxusrav II asos solgan bu davlat, mustaqilligini ta'minlagan bu davlat tarix sahnasida miloddan avvalgi 330-yilga qadar qariyb 200 yil yashagan. Aynan mana shu Kayxusrav II, undan keyin hukmronlik qilgan Kambiz ikkinchi, uning vorislari Doro I va undan keyin Kiaksarlar davrida Eron davlati, Ahmoniylar davlatining sarhadlari hatto Yevropaga ham kengayib boradi. Ahmoniylar davlatining inqiroziga Aleksandr Makedonskiyning bosqinlari sabab bo'ldi va Eron davlatchiligi Osiyo va Sharq xalqlari tarixida o'ziga xos uzoq yillik sivilizatsiya sifatida tarixga kirdi. Qadimgi Eron o'z yozuviga, o'z mahalliy alifbosiga ega bo'lgan davlatchilik sifatida tarixga kirdi. Eronda o'ziga xos adabiyot ham yaratildi. Masalan, Zardoshlikning muqaddas kitobi Avesto va Avesto bilan bog'liq ko'plab ibodatxonalar Eron hududlarida aniqlangan. Xulosa qilib aytganda, Eron Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlari ichidagi eng qadimiy davlatchilik paydo bo'lib shakllangan hududlardan biri sifatida e'tirof etsa bo'ladi.